Natijnoy patologlaring kачествоsi yaxshimi deb savol berganlar uchun Natijnoy patolog firmasidan ko'rsatib o'tamiz va tushuntiramiz. Natijnoy patologimizni mana bosma ravishdagi oxirgi zamonaviy bosma printerlarida kачестволari masalan o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin 3D formatda mana. Hop, adnotonnalarimizga kelsak, bir xilda turdagi rangli, hop, natijnoy patologlarimiz oq, молочный, seri, qora glянцевый, матовый degan hammalari bor. Hop, natijnoy patologimizda hop, juda ko'pchilik so'ragan o'sha o'rnatilganda, mana o'rnatilganda ham 3D kачествосini juda ham chiroyli tarzda beradi. Natijnoy patologimizga zakaz berish uchun telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Pryamoy ishlab chiqarish firmasidan yana hamda arzon va sifatli bo'ladi inshaalloh. Natijnoy patolog o'rnatadigan ustakalarimizni ham xudo xolasa ishxonamizga chorlab qolamiz. Birga hamkorlik qilishda shu nomerga aloqaga chiqsalaring, batafsil telefonda tushuntirib boramiz. Rahmat, salomat bo'linglar.